Assalomu alaykum, ismim Shohrux. VMaster Trade kompaniyasining O'zbekistondagi mijozlarni qo'llab-quvvatlash bo'limi rahbariman. Sizni qilgan dastlabki peyautingiz bo'yicha qisqacha savollarim bor edi va undan oldin o'zingizni tanishtirsangiz, qayerdansiz, qayerliksiz, yoshingiz nechida? Avvalambor assalomu alaykum. Hammalarni kelgan bu Ramazon hayiti bilan muborak qilib tabriklab qolaman. Ismim Azimjon, yoshim 32 da, o'zim Namangan viloyatidanman. O'zbekiston Namangan viloyatidan. Judayam zo'r. Azimjon aka, faol ravishda trading bilan qanchadan buyon shug'ullanib kelasiz? Faol ravishda boshlaganimga 1 yildan o'tdi. 1 yil. Hozirda trading sizni asosiy kasbingizmi yoki boshqa ish bilan shug'ullanasizmi? Yo'q, asosiy emas, qo'shimcha kasbim. Mana asosiy ishim o'zi bozor savdogarligi. Hmm, judayam yaxshi. Bizning kompaniya, ya'ni Vmaster Trade kompaniyasi haqida birinchi bo'lib qayerdan eshitdingiz? Yoki reklamada ko'rdingizmi? Birortasi tavsiya qildimi sizga? Telegramda ko'rdim, tavsiya qilishdi. O'sha Shahnoza degan qizlar adashmasam, o'zlari nima ochishgan, reklama qilib, imtihonsiz sho'd deb reklama qilishadi. Nimaki men o'zi ishimni boshlaganimdan beri faqat prop shotlar bilan ishlayman deb kelardim. Imtihonsizligi yoqib, shu bilan qiziqib kirib qoldim. Kirib Ha, keldim keyin. demak, bizdan ham oldin boshqa prop kompaniyalar bilan ishlagansiz. Aynan Mhm. bizniki nimasi bilan ajralib turadi ulardan? Xo'p, birinchisi qoidalar unaqa o'ta murakkab emas. Ba'zilarda bor hali stop loss take profit nima deydi? Majburiy deydi yoki Hmm, xohlaganingcha risk qil deydi. Misol kunlik prasatkangiz 5% bo'ladigan bo'lsa, 5% gacha risk qil deydi. Bu qo'pol qilib aytganda eforiyaga olib keladi. Nimaki boshimdan hmm, o'tgan, hozir qaytadi degan narsa bilan turiblar. Eng asosiysi e, imtihonsizligi. hmm. Sababi boshqa Imtihon. prop firmalarda birinchi etapida 8%, keyingisida 5%, 13% ishlab berish kerak. Shunchaki. E'tibor bergan bo'lsangiz, bizda ham challenge paketlar bor va aynan ikkinchi etapida sizga foyda ulushi beriladi. Bu ham bir Hmm. yaxshi sifatlardan biri kompaniyamizni eslatib o'taman. Endi sizni payoutga olib kelgan muvaffaqiyatli savdolaringiz haqida gaplashsak va asosiy foyda keltirgan savdolaringizni bizga analiz qilib bersangiz va shuning uchun TradingView yoki MetaTrader ilovani biz bilan bo'lishsangiz. Xo'p, bo'ladi. Hozir bir daqiqa deylik. Tak. Hmm. So'ng konferensiya bajarib, tak. Hop, ko'rindi deb o'ylayman. Ko'rindi. Xo'sh, asosiy endi kimdir SNR zona deydi, nima deydi, H4 Time frame. nimasidan bo'yilardan ishlayman. Mhm. Shundoq. Lojni asosan tasdiq bu savdoga kirishim, men bu hozir ko'rib turganingizdek, Lojni proboydan men bu zona shakllangan o'sha bu yoqda kelgan pastga o'tib ketdi. U retest mana birinchi tek profit belgilab qo'ygan joyim bu. Ikkinchisini shu yoqda kutyapman hozir holatda. Asosan trendli liniyalar bilan ishlarkansiz, a? Trend liniya ham qo'shiladi tasdig'iga. Bunday Mhm. holatda. Narsa asosiy trendga qarshi emas, trend bo'ylab ishlash, katta time frame H4da ko'rayotgan bo'lsangiz, necha kundan beri o'zi sel pozitsiya buyga kirish sal nima bo'lib turgani hisobiga faqat trend bilan ishlab kelamiz. Hmm. Qaysi savdoga kirishni aynan nimalar bilan belgilaysiz? Ya'ni strategiyalaringiz qanday? Основной man bu trend liniya man bu zona shakllangandan keyingi kirishimga aniq sabab beradigan man bunday soxta buzilish, ложный пробой bilan ishlayman ko'pincha. Mhm. Ложный пробой bilan ishlab, eng yaqin minimumgacha yoki o'zini soyasini tagigacha qo'yaman. Sababi hozirgi kunda bozor o'ta volatilность kuchliligiga bir daqiqani o'zida ancha narsani olib ketib qolyapti. Hmm. Shunday. Asosiy Основной shular. strategiyalaringiz qanday?
Asosiy price action. Eslayapsiz, asosiy. Price action bilan ishlayman ko'proq. Intraday bo'lgani uchun M15 time frame men uchun qulay, zona topish uchun ham nimaga ekan, tasdiqqa kirish, chiqish uchun ham. Demak, ashtur time frame'da trend liniyani tortib olasiz va savdoga Mhm. kirish uchun M15 time frame'dan foydalanasiz, to'g'rimi? M15 yoki eng minimal M5. M5. Mhm. Mhm. Man bu holatda ham hozirgi endi sizlarni riskingda nima, hozirgi holat bo'yicha ham man bu kechagi nimadan zona belgilab qo'ygan edim. Birinchi lojniy proboy berib qaytib ketdi. Retest. Man bu hozir man bu yoqdan kirish, birinchi take profit bu yoqda, Mhm. ikkinchisi bu yoqda. Bundoq qilib Demak, hozir ham ochiq savdolaringiz bor, a? bor. Hmm. Judayam zo'r. Hozirda dunyoda judayam ko'p e, urushlar bo'lyapti. Bir narxlar bo'yicha aytganingizdek ko'plab volatilность bo'lyapti, yuqori volatilность. Va shu paytda ham bozorga kirishni tavsiya berasizmi? Endi ko'pchilik, mani fikrim bu, kim nima deydi, boshida o'zi sohaga qiziqib kirib kelganimga 2 yil bo'lgan bo'lsa, boshqa 1 yil o'qish orqasidan strategiya kuylash bilan o'tganman umrim. Aha. Strategiya kuylash bilan. Strategiya emas, tizim bilan ishlansa, hech qanaqa qo'rqadigan joyi yo'q. Ya'ni tizim sizga bitim ko'rsatyaptimi, stop loss обязательный порядке mana bu joyda bo'ladigan bo'lsa, riskingiz Mhm. 1 ga 3, risk ushlab turib 1 ga 3 tizim bilan ishlaydigan bo'lsangiz bo'ldi. Mhm. Hech qanaqa qo'rquv joyi yo'q. Ko'pchilik bizda strategiyani birinchi o'ringa qo'yib oladida bosadi. O'shani hisobiga nima, tizim bitim ko'rsatyaptimi, trader qiladigan ishi bitim ochib kutish bo'ldi. Men shunaqa hisoblayman. Mhm. Judayam yaxshi. TradingView platformani yopishingiz mumkin. Navbatdagi savollar trading psixologiyasi bo'yicha bo'ladi. Hmm. Hmm. Bo'ladi. Keling endi riskni boshqarish va psixologiya haqida gaplashib o'tsak, savdoda shaxsiy riskni boshqarish va boshqalarga ham riskni nazorat qilish bo'yicha qanday maslahatlar berasiz? Bilasiz, O'zbekistonda trading judayam rivojlanib ketdi. Yangi kelayotgan treyderlar deyarli 90% hisoblarini kuydirib qo'yishyapti, sliv qilishyapti. Ularga qanday maslahat berasiz? Riskni nazorat qilgani. Endi riskni nazorat qilish minimal bo'lgani yaxshi. Katta depozit, katta foyda bo'lgani bilan katta ответственность ham bor. Men o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, 1%gacha riskka eng maksimal deb qolaman. Yoqasam 0,5% o'zi, e, qancha shot bu hisob bo'lishidan qat'iy nazar 0,5% yaxshi. Demak, maksimal risk bu 1% bo'lishi kerak. 1%, bitta bitim uchun, Balansga nisbatan. balansga nisbatan. Judayam yaxshi. Bilasiz, treyderlarga savdo paytida kuchli psixologik bosim bo'ladi va mana shu bosimni yengish uchun qanday bir mashqlardan foydalanasiz? To'g'ri, grafikka qarab o'tirish sal siz aytganaqa asabni, emotsiyani o'ynatib qo'yadi. Stop qo'yib chiqib ketaveraman to'g'risi. Tek qo'ymasligim mumkin, lekin stop qo'yib chiqib ketaveraman. Shu bilan keyin kutib o'tirib, bir aylanib kelib qarab, shunga qarab ish qilamiz. Demak, savdoni Ba'zida ochdingiz kuzatib va o'tiraman. Kuzatib o'tirgan paytim iloji boricha kitob o'qish yoki Rubik'im bor. Rubik Mm, o'ynab o'tirib, o'zim grafikka qaramaslikka chalg'itaman. grafikka umuman qaramaysiz. O'zingizni bir boshqa yumushlar bilan band qilasiz, Ha, to'g'rimi? shunday. Judayam zo'r. Endi hamma treyderda ham yo'qotish bo'ladi, ya'ni stop losslar uriladi. Mana shunday holatlar, ya'ni balansingizda minus bo'lganda, savdo minus bilan stop loss urilib yopilganda o'zingizga qanday dalda berasiz? Stop loss bir narsa uchun, hamma sohada ham bir narsaga erishishingiz uchun bir narsa to'lashingiz kerak. Hmm, Keyingi foydaga sarflangan rasxod. to'g'ri. Shunchaki.
xarajatsiz harakat nolga teng Nolga deyishadi. teng. Hmm. Navbatdagi savolim, sizningcha muvaffaqiyatli savdoda sabrning o'rni qanchalik muhim? Sabr bu nima? Bu ham mani tushuncham bo'yicha psixologiyaga kiradi. Tradingni o'zi, mani fikrim bu 70% psixologiyadan iborat. Mm. Shunaqa deb bilaman. U psixologiya, sabr bo'lmasa, e, bitim tez ochiladi yoki stop lossga bormasdan yopib yuboriladi. Ozgina orqaga harakat qiladigan bo'lsa, yana yopiladi. Shunaqa bo'lib qoladi. Endi o'zim ham yopib yuboraman, lekin man ko'proq price action bilan ishlaganim uchun orada yopadigan holat bo'ladigan bo'lsa yopib yuboraman. Tasdig'ini olsam agar. Judayam yaxshi. Bilasiz, ko'plab yoshlarimiz tradingga kirib kelishdi. Umuman trading sohasiga qiziqib, o'ylashadi bir kunda yoki bir soatda judayam katta pul topib ketaman. Ee, Bilsangiz, yangi termin paydo bo'lgan razgon degan narsa bor. Shunga Mhm. qanday qaraysiz? Yo'q, razgonga man umuman qarshiman. Bir marta berishi mumkin. Bozor oltin yozilmagan qoidasi deb bilaman. E, Birinchi marta kirgan odam baribir riskni bilmaydi, katta lot bilan bosib yuboradi, kattaroq pul oladi. Hmm. Bu qopqon, bozor qopqoni. Shu bilan Mingtadan bitta odamga. mingtadan bitta odam. Razgon tema, o'zini hurmat qilgan trader razgondan uzoqroq yuradi. Mana Demak, shunaqa deb bilaman. bu professional treyderlarga xos ish emas, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin bitta nima bilan butun balans berib qo'yish mumkin. Qancha Hmm. bo'lishidan qat'iy nazar. To'g'ri. Keling, endi bizning kompaniya bilan tajribangiz haqida gaplashsak. Bizning kompaniya bo'yicha tajribangiz qanday? Tajribam, fikrlarim yaxshi, ijobiy ancha. Misol tajriba deganda nimani? Misol payoutlari, boshqalar joyida bu nimalari menimcha hammaga ma'qul keladigan sharoitlar. Menga eng yoqqan narsa, ko'pchilikni yoqmasligi mumkin, 2% risk qoidasi. Hmm. Consensus rule foyda izchilligi bor. Bu overtrade'dan qutqaradi menimcha. Mani fikrim. Hmm. Endi shuni Overtrade. aytmoqchi edim. Ya'ni yuqorida aytib o'tdingiz, bizdan oldin ko'plab top firmalar bilan ishlagansiz. Ularni qoidalari bilan biznikini o'rtasida ma'lum bir farqlar bor. Ya'ni bizda 5% kunlik risk bor, umumiy risk Hmm. 10% va aytib o'tganingizdek, har bir para uchun 2% risk berilgan. Bizda bu qoidalar treyderni tarbiyalash uchun, aynan ta'limiy maqsad uchun yaratilgan. Siz bunga qo'shilasizmi? Yaxshimi bu Albatta qoidalar? qo'shilaman bu narsaga. Mhm. Ijobiy qarayman. Bilasiz, platformamizda, umuman bizni kompaniyada mijozlarni qo'llab-quvvatlash tizimi bor. Siz bilan Mhm. aloqada bo'lib turishadi. 24/7 desak ham bo'ladi va umumiy tajribangizdan kelib chiqib, bu tizimimiz sizni qoniqtirdimi? Ya'ni mijozlarni qo'llab-quvvatlash tizimi sizga yordam berishdimi? Ha, qoniqtirdi. So'ralgan savollarni vaqtida hal qilinadi. Hech kech yoki nima ko'rmadim. Yaxshi hozircha. Ijobiy Aha. bundayam. Va so'nggi savolim, Vmaster Trade, ya'ni bizni platformani boshqa treyderlarga ham tavsiya qilasizmi? Agar ha bo'lsa, aynan nima funksiyalar uchun? Hop, Master Trade'ni albatta tavsiya qilamiz. Qilib kelyapman ham. Birga o'qigan tanishlarimga ham, ishlayotgan treyderlarga ham. Bitta gap aytaman, pul topib turgan treyderlar agar shunaqa prop firma tarbiya qilmasa, tarbiya Mhm. qilolmaydi. Mhm. Shu narsasi menga o'ta yoqqan ekan. Majburiy savdoni yopasiz, savdodan chiqasiz, 2%ga yetdingiz, kuniga planingizga yetdingiz, bo'ldi. Bozor yana yuradimi, yurmaydimi, sizga qizig'i yo'q, chiqib ketishingiz kerak, tamom. Demak, Tarbiya bugungi uchun bu missiyangiz yakunlandi. yakunlandi. Nimaki, treyderning maqsadi pul topish emas. Men o'zimda niyatim bor. Yil oxirigacha kapitalimni prop shotlar bilan yoki nimadir bilan bo'ladigan bo'lsa 1 millionga yetkazib olish niyatim bor. Mhm. Bu katta kapital, katta risk, katta mas'uliyat bo'lgani uchun tarbiyalanish kerak odam. Shuning uchun Mhm. ko'pchilikka tavsiya qilaman. Judayam yaxshi. Suhbat uchun rahmat. Keyingi savdolaringizda va maqsadingizga omad tilab qolaman. Rahmat. Rahmat katta.